Mana bugungi sud jarayonida ham sizlar o'zinglar ham ishtirok etib ko'rdilaring. Sud jarayoni ochiq tartibga o'tkazildi. Bu jarayonda meni qo'llash uchun, holatni ko'rish uchun kelgan shu 20 dan ortiq jurnalistlar, blogerlar, ommaviy axborot vositalari kelishdi. Bunga men o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bugungi kunda prezidentimiz ham talabi aynan ochiqlik siyosatini qo'llab turishgan bir vaqtda bunday ochiq sudlar o'tilishi bu albatta bizni quvontiradi. O'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hozirgi vaqtda sud jarayonidan endi mana ochiq bo'lgandan keyin ko'nglim to'layapti. Demak, avvalgi sud jarayonidan hozir farqlanadimi? Endi yopiq jarayonda misol audio yozuvlar, video yozuvlar ishlatilmagan, lekin mana ochiq tartibda mana o'zingizlar kirib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lyapsizlar. Bu mana hozir yana bitta narsani aytib o'tgan bo'lardimki, qarshi tomonni eshitmayapsizlar deb qilishyapti misol kommentariyalarda o'qiganimda. Shuning uchun mana guvohlar, sudlanuvchilar mana shu yerda agar misol sizlarga murojaat qilsa, menimcha sizlar inkor qilmaysizlar qarshi narigi tomonni ham eshitishga. Agar men ham so'ragan bo'lardim, agar shunaqangi bir sizlarga murojaat qilsa, narigi tomonni ham eshitaylik, ko'raylik, haqiqiy ikki tomonni eshitib, jurnalistikaga ham to'g'ri keladigan xolis baho berilishi uchun menimcha men sizlarga murojaat qildim, iltimos qildim. Mana ommaviy axborot vositalariga iltimos, shu narsaga yordam beringlar, yoritinglar deb va xuddi ular ham agar shu iltimos bilan chiqadigan bo'lsa, holatga o'z fikrlarini bildirishsa, o'sha nimaga ularni eshitmayapsizlar degan insonlar xulosa qilishi uchun yana osonroq bo'lardi deb o'ylayman. Agar shunaqangi vaziyat to'g'ri keladigan bo'lsa, sudlanuvchilarni ham, guvohlarni ham eshitilsa yaxshi bo'lardi deb o'ylayman. Chunki mana hozir siz bilan bir qator ular ham qatnashishyapti. Ularga hech kim qarshilik qilgan yo'q, ular so'zini aytish uchun. Va ular ham misol nima gapi bo'lsa chiqib aytishi mumkin. Men nima uchun ochiqlikni so'rayapman? Hamma bilsin, ko'rsin, agar meni aybim bo'ladigan bo'lsa, men jazoimni olay. Ularda aybi bo'ladigan bo'lsa, ular qonunda belgilangan tartibda jazo olsin va hamma yo'q ochiq shaffof shu xalqni menga boshidan bosh ishonch bildirib, duo qilib, qo'llab turgan shu xalqni oldida shu narsalar bo'lishini so'rab kelyapman. Va o'z o'rnida shu joygacha juda turli viloyatlardan kelganlar bor, misol orangizda. Aynan shu voqeaga befarq bo'lmasdan kelib, o'zini hissasini qo'shadigan yoki shu uyda o'tirgan taqdirda ham meni duo qilib kommentariyalarni deyarli har bittasini o'qiyapti. O'tirgan joyida Gulirano qiz duo qilamiz, haligi mushkulingiz oson bo'lsin degan yozuvlarni ko'rish ham menga kuch beradi. O'sha har bitta befarq bo'lmagan har bitta fuqaroga, o'sha xalqimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman.